uylanayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Ko'pchilik erkakning eng katta xatosi bu faqat muhabbat asosida turmush qurish. Muhabbat bir qismi bo'lishi kerakmi? Ha, muhabbat muhimmi? Albatta muhim. Muhabbat asosmi? Bu o'zi subyektiv fikr, kimga qanaqa. Lekin muhabbat asosiy omillardan biri bo'lgani bilan u yagona omil emas. Muhabbatdan boshqa omillar ham bor. Ya'ni siz umuman sizga to'g'ri kelmaydigan va yomon ayolni ham sevib qolishingiz mumkin. Bu ham muhabbat. Muhabbatning ko'zi ko'r. Va muhabbat abadiy bo'la olmaydi. Vaqti kelib boshida his qilgan narsalaringiz ancha sezilarli darajada pasayadi. Chustvalar o'zgaradi, boshqa narsa o'zgaradi. Va shu ip uzilganda muhabbat ipi. Boshqa iplar bo'lmasa sizlarni hech narsa ushlab turmaydi. Ya'ni sizni o'sha ayolingiz, tanlagan ayolingiz hayron qolasiz. Kimni tanladim o'zim, nimaga bunga yo'naldim va hokazo. Shuning uchun turli xil qo'shimcha parametrlarga e'tibor berishingiz kerak. Uning aqliga, uning oilasidagi polojeniyasiga, ehtimol balki o'qimishli masligiga, til bilishiga va hokazo. Bu narsani o'zingiz bilasiz. Ya'ni sizga o'zingizga nima kerakligini faqatgina o'zingiz bilasiz. Shuning uchun uylanishga ayol tanlayotganda, uylanishga qiz qidirayotganingizda asosiy urg'u berish kerak bo'lgan narsa bu matematik fikrlash, tuyg'uviy fikrlashdan tashqari. Bu ikkitasi chambarchas ishlasagina katta ehtimol bilan xato qilmaysiz. Va yana bitta narsa, o'zingizga ayol emas, bolangizga ona qidiring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Men rivojlantiring. Paka.